Yarim burchak formulalari. Bu qanday bo'ladi? Juda ham oson. Yarim burchak formulalari. Biz sizlar bilan shu paytgacha o'tganimizda qanday o'tdik? Aniq konkret qiymatlari bor bo'lgan funksiyalar nima sinus kosinus haqida gapirsak jadvalda bor. Sinus 0, sinus 30, sinus 45, sinus 60, sinus 90. Ular jadvalda bor edi o'zi. Tayyor oldindan bizga qiymatlarni berib qo'ygandi. Endi bizda shunaqangi holatda beradiki, jadvalda yo'q bo'ladi, lekin jadvalda bor qiymatni yarmiga teng bo'lgan ifodalar haqida berishni boshlaydi. Birinchi formula. Sinus alfa taqsim 2 barobar plus minus ildiz ostida 1 minus kosinus alfa taqsim 2 formula bilan topiladi. Kosinus ikinchi formula. Kosinus alfa taqsim 2 barobar plus minus ildiz ostida 1 plus kosinus alfa taqsim 2 formula bilan topiladi. Asosan shu formulalar bizga kerak bo'ladigani. Endi plus minusligini qayerdan bilaman desa, plus minusligini biz mana bu sinus alfa taqsim 2 qaysi chorada turibdi? Gradus necha gradus bo'lib ketyapti? Shunga qarab topishimiz kerak bo'ladi. Tangens bilan katangesni qanday qilaman desa, tangens bilan katangesni o'zi keltirib chiqarsa bo'ladi. Mana misol uchun tangens alfa taqsim 2 barobar, o'zi tangens alfa degani nima degani? Sinus alfa taqsim 2 kosinus alfa taqsim 2 deb yozsam bo'ladimi? Shunda bu tangens alfa taqsim 2 ni beradi. Sinus alfa taqsim 2 nimaga teng? Plus minus ildiz ostida 1 minus kosinus alfa taqsim 2. Bunisi plus minus ildiz ostida 1 plus kosinus alfa taqsim 2 formula bilan topiladi. Barobar. Endi ikkalasini bitta ildizga o'radimiz. Plus minus ildiz ostida 1 minus kosinus alfa taqsim 2 1 plus kosinus alfa taqsim 2. Mana mahrajda ikkilar qisqarib ketsa, plus minus ildiz ostida 1 minus kosinus alfa 1 plus kosinus alfa degan formulaga kelib qoladi. Demak, tangens bilan katangesni shundan keltirib chiqarib olsak bo'ladi mana shu ko'rinishda. Endi e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan joyi nima deydigan bo'lsa, mana misol uchun bitta hozir bitta isbot talab qilinadigan formulalar bor. Biroq shular haqida gaplashib ketamiz. Misol uchun mana sinus kvadrat alfani biz qanday yozsak bo'ladi? Sinus kvadrat alfani biz qanday yozib ketsak bo'ladi? Sinus kvadrat alfani mana qarab turing. Mana kvadrat aslida yo'q bo'lsa, sinus 2 alfa taqsim 2 ning kvadrati deb yozsak bo'ladimi? Bu 2 bilan 2 qisqaradi. Sinus alfani o'zi qoladi. Sinus alfani o'zi qolgandan keyin uni kvadrati, ya'ni mana eski narsani beraveradi. Mana holatda beradi, narigisini so'ragan holatlari ham bo'ladi. Hozir buni trigonometrik ayniyatdan topsak ham bo'ladi. 1 minus kosinus kvadrat alfa qilib. Lekin unday qilmayapmiz. Endi mana bu holatim o yarim burchak formulasiga tushib qolyaptimi? Mana alfa taqsim 2 ga o'xshab, sinus 2 alfa taqsim 2 bo'lyaptimi? To'g'rimi? Xo'p. Endi buni qanday yozsam bo'ladi? Buni 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 2 shu holatda qoladi. Nimaga ildiz bo'lmadi? Aslida formulamizda ildiz bor edi-ku, 1 minus mana kosinus alfa taqsim 2 da plus minus ildiz ostida 1 minus kosinus alfa taqsim 2 edi mana. Bu suratda turgan alfani o'zi bo'lardi bunda. Nimaga endi bunda ildizi bor, bunda ildizi yo'q bo'ldi desa, oddiy mana tepada kvadrat borligi uchun o'sha ildizdan biz qutulib ketganmiz. Demak, asosiy formula sinus alfa kvadrat alfa teng 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 2 kosinus kvadrat alfa teng 1 plus kosinus 2 alfa taqsim 2 formulasi ham bor. Mana shu ikkilangan holatda berib ketishimiz mumkin. Bu hozir nima uchun kerak bizga deydigan bo'lsa, hozir misollarda yana bitta ko'ramiz. Misol uchun sinus kvadrat 15 gradus necha degan savol kelib qolishi mumkin-da. Biz uni mana bunga qo'yib tashlaymiz. 1 minus kosinus 30 taqsim 2 qilib yechib qo'ysak, kosinus 30 da bizda qiymati bo'ladi aniq. Mana shundan qiymatini topamiz. Tangens bilan katangens ham xuddi shu tartibda ketaveradi. Xo'p. Misollarda ko'ramiz endi. Asosiy qism shu. Qolgan tangens bilan katangensni shundan keltirib chiqarsangiz ham bo'ladi, ya'ni mana unga o'xshab.
Tangens kvadrat alfa bu. Mana uni kvadrat bo'ladi. 1 minus kosinus 2 alfa, 1 plus kosinus 2 alfa bo'ladi. Menga yozib qo'ysangiz ham bo'ladimi? Tangens kvadrat alfa barobar 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 1 plus kosinus 2 alfa formula bilan topsak ham bo'ladi. Katangiz xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Surat mahraji undan boshlayapti. Xo'p, misollarda 4875 kosinus pi taqsim 12 nechi bo'ladi deyapti. Kosinus pi taqsim 12 nechi bo'ladi deyapti. Xo'p, demak kosinus ekan. Endi yaxshi e'tibor bering. Bu ikkilanganga tushadigan bo'lsa, kosinus pi taqsim 6 taqsim 2 deganida bu. Pi taqsim 6 2 ga berish kerak degani. Demak, bu mana formulaga tushyapti. Demak, pi taqsim 12 bu birinchi orakdaligini bilaman. 180 12 ga bo'lsam, bu kichilashib ketadi. Bu 15 gradus degan. Demak, buni topadigan bo'lsam, plus bo'lar ekan. Ildiz ostida 1 plus kosinus pi taqsim 6, mana tepadagisi taqsim 2 formula bilan topiladi. Ildiz ostida 1 plus kosinus pi taqsim 6 bu 30 gradus. Bu ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng, taqsim 2 bo'ladi. Barobar umumiy mahraj beraman. Mana unga 2 beradigan bo'lsam, ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3 taqsim, mana 2 pastga tushib qoladi, 4 bo'ladi. Endi mabodo agar bu javob bo'lmasa, shu javobda o'zi bor ekan, S javobda turibdi. Mana shuni o'zi javob qoladi. Keyingisi hop, kosinus 5 pi taqsim 12. Bu ham bor ekan. Buni endi ishlab ko'rasiz. 4877. Misolga qarang. Sinus 105 gradus plus sinus 75 gradus barobar. Xohlang buni shu turishda ishlang. Xohlang bir soddaroq ko'rinishga o'tkazib yuboring. Mana misol uchun men uni sinus 105 ni 90 plus 15 desam bo'ladimi? Mana uni sinus 90 minus 90 gradus minus 15 gradus deb olsam bo'ladimi 75 ni? To'g'rimi? Barobar kichiklashadi-da. Hop, mana 90 ga 15 qo'shilyapti. Ikkinchi oraga o'tyapti. Sinus musbat 90 ga yarim pi ga qo'shilgani uchun bu kosinusga o'tib qoladi. Kosinus 15 plus mana sinus 90 dan ayrilyapti. Ya'ni yarim pi bo'lgani uchun kosinusga o'tadi. Kosinus 15 bo'ladi. Hop, bu degani nima degani? Bu degani ikkita kosinus 15 gradus degani bo'ladi. Barobar. Bu degani 2 ko'paytirib kosinus 15 dan bu birinchi orak musbat bo'ladi. Formulaga qo'raman. Ildiz ostida 1 plus kosinus 30 taqsim 2. Ya'ni mana bu ichiga doim mana uni 2 barobarini yozamiz, to'g'rimi? Formula bo'yicha. Barobar. Bu ham xuddi shunday bo'ladi. Kosinus 30 ligini mana hozir men hisobladim. Pi taqsim 6 degani bu 30 degani. Ya'ni mana holat keladi. 2 plus oxirida 2 ko'paytirib ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3 taqsim 4 holati keladi, to'g'rimi? Endi mana alohida ildiz olsam 4 dan 2 chiqib ketadi. Ya'ni 2 plus ildiz ostida 3 taqsim 2. Mana oldida ko'paytma ikkisi ham bor. Bu 2 bilan 2 qisqarsa javob 2 plus ildiz ostida 3 degan javob qoladi. Mana bu yerda ishladik-ku kosinus 30 da. Pi taqsim 6 degani 30 gradus deganida. Ishlaganimizda mana holati keldi. Mana boya ishlab qo'ydik-ku. Hop, bu javob mana turibdi B da. Hop, keyingisi 4878. Hop, sinus 112 yarim deyapti. Sinus 112 yarimni hisoblang deyapti. Hop, necha bo'ladi bu sinus 112 yarim? Sinus 112 yarimni mana bunaqa yozsam bo'ladi. Sinus 90 plus 22 yarim deb yozsam 112 yarimni beradi. Sinus yarim pi ga qo'shilayotgani uchun bu kosinusga o'tadi. Kosinus 22 yarim bo'ladi. 22 yarim burchak bo'lsa, u 2 barobar nima bo'ladi? 45 gradus bo'ladi. Bu degani ildiz ostida 1 plus kosinus 45 taqsim 2 barobar ildiz ostida 1 plus 45 degani ildiz ostida 2 taqsim 2 degani taqsim 2 barobar. Yana xuddi umumiy mahraj beraman. Boyagindagi 2 bersam 2 plus ildiz ostida 2 taqsim 2 pastga tushib ketadi. 4 degan javob chiqadi. D javobda bor ekan.
202 yu shu yumaloq 30 shtrix degani, buni o'tganmiz. 202,5 degani. Hop, tangens pi taqsim 12 larni ham hisoblay olasiz bemalol. Katangesini ham hisoblay. Tangensini bitta ko'rib bersam bo'ladi. Bu tushunarli bo'ldimi hozir? Doskadagi.